Müslüman azık vaqt xeyirlik olsun. Videoga başlashdan burun yana eskirishni bitirib ketay. Bu videoda da tushuntirganlar bo'lgan tahlil analizlar hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim. Sizlarga e'lon qilib tavsiya berish haqqim va huquqim yo'q. Hammalarning o'zining shaxsiy ko'z qarashi bo'yicha harakat qilishni tavsiya qilaman. Rahmat. Ko'rayotganimiz Bitcoinning 4 soatlik grafiki. Oxirgi videoda tushuntirib o'tgandim. Bitcoin ya yeşil 30 mingga qancha yaqinlashgan sari ilishi mumkin. Asosan ko'masa qizil ustiga chiqqandan keyin qizil qancha yaxshi bir harakat qilsa shu vaqtlarda o'ylash baqishi mumkin edi. Undan boshqa yana oxirgi videoda masalan sizlarga mayada taqdan cho'qishdek mayadagi taqdan cho'qishdek cho'qilayapti. Mayada bir cho'qa, 3 cho'qa, ma cho'qa. Qarasam mayadagi cho'qa ma cho'qidan past. Maçoğudun pəsuna olmada çox düşüyotqan bir tağla çox sök çoxlavatdı. Nağa qaçan ki şu çox oxşaş yuqurlavatqan bir nimələ çoxla bahalaşında bir özgərgən vaxtda o vaxtda əmdə düş astılar, ya düş toxtab, ya komsa düş 49% yuqur öləş 51% ütəbdi degan bir nimələ kəgili buldu. Oylağa yoki shu daraxtab o'ylasak bo'ldi degandek tushuncha bir bitib ketgandim. Qarasanglar haqiqatan masalan macho'qadim egiz, ma'noda egizna u maya kelgan mayadagi nim bo'lgan kuchli to'soqni bir taxat meni buzib ustiga o'zimizni qo'yamadik, atamadik. Shuning uchun mayada bir to'sallig'imiz bor. Lekin men qanday qildim mayalarga Meyeler kelgandagi meyada ko'p bir ilishlar bo'ldi. Mey faqat pastga tushgul yo'l qo'ymadi. Shunaqa qancha tushsa ilishlar shuncha bo'ldi. Keyin qanday bo'ldi? Alamaslik tevatdi meyelarda degandek bo'lib, keyin kuchli ikki baldaqni yeşil baldaqni ishkini ko'rib shunaqa. Undan keyin men shu asta 37, 38, 39larda asosan kirdim. Bazaga kirdim-da Bitcoin'ga. Undan keyin qarasanglar yana hozir meyga o'xshash. Qaranglar, mayalarda hozir shuncha ustiga shuncha chiqay desam setishlar bor, lekin qancha tushay desam ostida elishlar bor. Balkim bu shu bizning 51% elish nima yuqori minish ifodasini bilish ehtimolligi yuqori. Shuning uchun xohlaydigan do'stlar bo'lsa men oldim hisobda 38-39larda asosan xohlasa 41-42 ni ustiga shunday ma'nodek 4-5 tane yeshilni ko'rgandan keyin osonlar bo'ldi. Yo'q bo'lmasa balkim mayadagi oq to'tbechakni sizib qo'ydim. Mayadan bir oq to'tbechaklarga ustiga qarta mangan oq siziq bor. Ustiga qarta mangan liniyamiz bor bizning. Bu yerdan balkim bir tushib nafas elib undan keyin ustiga qarta minish mumkin. Balkim miyaga tushgan alma 37lar tushgan alma deb o'ylasanglar bo'ldi. Yo'q bo'lmasa 41-42 ustida rasmiy o'zini yaxshi bir holatni saqlagandan keyin bozor kirmadi sanlar bu yo'q bo'lmasa hozir kelsa men bo'ldi chunki 100 mingga chiqish men ishim edi sanlar uni qarta o'ylash baqsanglar bo'ldi. Lekin men azozdan kirdim bozorga. Undan keyin agar oq siziqlarga kelib bu oq siziqning ostiga 2-3 dona qizil yiqilgandan keyin menimcha asla bozordan chiqib saqlab tursanglar bo'ldi chunki vaqtda meni qiramadi balkim ostiga bir mayalargacha bir qaytada bir yeshillargacha 30 minglargacha bir qaytadan bir nafas olib undan keyin nimalar chiqishi mumkin. Yo'q bo'lmasa ma'nodek cho'ng bir nimaning ichida bo'lishimiz mumkin. Mana cho'ng bir nima ichida o'sib chiqib turadigan bir to'lqinsimon harakat qilish ehtimolimiz ham bor. Agar yana haqiqatan kuchli qiramisak, mayda ko'p setishlar bo'lib qolsa, albatta menga mishalar tushish ehtimoli ham yo'q emas bor. Undan boshqa sizlar uchun yalam oldim Bitcoin'dan bilan altcoin'larni olgandim, lekin altcoin'larni faqat yaxshi harakat qilmadim. Buning sababi dominans. Sizlarga dominansi ko'p tushuntirdim. E'tibor qilmagan bo'lishingiz mumkin. Endi qarasangiz his qilasizlar. Dominans qancha masalan bundan tushib ketayotgan vaqt shuncha yuqorilgan, qancha 40 yaqinlashgan vaqtda altcoin'lar shuncha yaxshi harakat qilgan. Shuni hozir qarasanglar qancha 40 ning tepasiga chiqib 45-50 ga yaqinlashgan qarasanglar Bitcoin kuchli harakatda. Bitcoin buruniyadagi vaqtda Bitcoin ko'tarib maya qarasanglar ko'tarayotgan vaqtda Bitcoin chiqsa altcoin'lar tushyotdi. Bitcoin nimadan tushsa altcoin'lar tushyotdi. Bu nimaning ifodasi shu men degandek hozir Bitcoinning bozordagi kuchi taxmi yuqorilab manyapti.
Şunun için bu dominans, şunun için pek mühim. Hozircha altcoin'larni menimcha Bitcoin qarta aciz bir holatda. Şunun için men sizlar uchun oldim. Ancha yaxshi bo'lmadi. Ko'p ziyon yo'q, lekin yaxshi bo'lmay qoldi. Shuning uchun nima qilyaptim? Asosan qo'limdan chiqarib o'tdim. Ma'lum bizning altcoin'larga kirgan pullarning nimasi ham qancha masirqizning ustida bo'lgan bo'lsa, shuncha yaxshi altcoin'lar pul kirgan va bahosi yuqorilaydi. Hozir sirqizga yaqinlab bo'lgacha setish keladi, ba'zi tushib ketdi bahosi. Ozlab ketib 1 trillion ustiga chiqqan bo'lsa, altcoin'larga ko'p pul kirgan bo'ladi. Menimcha hozir altcoin'larning yaxshi mezgil emas altcoin'larning. Total market cap qaraylik. Total market cap'da hozir 1 trillion 600 milliarddan ko'proq nima pul bor hozir. Bu qancha mayaga yaqinlashgan sayin baho altcoin bo'lsin, bitcoin bo'lsin shuncha o'rlatmoqda. Shuning uchun bularga diqqat qilib qo'yinglar. Oxirida aytganim shu, bitcoinni men asosida ilishga boshladim. Agar men bilan bir harakat qilaman deb o'ylab qolsanglar, o'zinglarning ixtiyori degandek, yo yeshil yoki oq yoki mayaga yoki bo'lmasa mana ustiga yoki hozir olsanglar bu 100 mingga chiqish ishlansanglar mendek degandek. Bo'pti do'stlar, Yamanlar omad yor bo'lsin. Bu videolarimiz shuncha bo'lib qolsin. Keyingi videoda ko'rishishgacha omon bo'linglar. Yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlaringizga, yaqin yurtlaringizga tashar qo'ysanglar bo'ldi. Telegram nimamiz bor. Telegram kanalimizni ya kirsanglar bo'ldi. Ya ba'zan tizim yozilgan gaplarni yozib qo'yman. Bo'pti mayli, hammalar kurashinglar.